Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Budjet menejment fanining 5-mavzusiga ham yetib keldik. Sizlarga bugungi mavzumiz haqida ma'lumot berib o'tsak, rivojlangan mamlakatlarning natijaviylikka yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi haqida to'xtalib o'tamiz. Quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin. Bu asosiy xususiyatlari. Dastavval budjet e'tibori bo'lim yoki agentlik maqsadlariga emas, balki shahar ustuvorligiga o'tkazilishi nazarda tutilganligi, boshqaruv uchun mas'ul shaxslarning javobgarligini ta'minlash, resurslarni taqsimlanishini aniqlash, budjet jarayoni shaffofligini ta'minlash va budjet jarayoniga jamoatchilikni jalb qilish orqali umumiy belgilangan asosiy vazifalarni o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin ekan. Natijaga yo'naltirilgan budjet ustuvorligi tomonlari quyidagilardan iborat. Bu 4 ta qismni o'z ichiga oladi. Dastavval bu shaffoflikning yuqoriligi. Davlatimiz rahbari tomonidan ham aytilgan so'zlarda har bir yig'ilishlarda aytib o'tadilarki, budjet tizimi va budjetni amalga oshirish, budjet mablag'laridan samarali foydalanish doimo ochiq va shaffof bo'lishi kerakligi ta'kidlab o'tiladi. Bu jarayonlarni amalga oshirish uchun esa qaror qabul qilish jarayoni takomillashtirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni har bir qabul qilinayotgan qaror, qonun, qarorlar bular hammasi aniq va belgilangan tartiblar asosida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Keyingisi resurs taqsimoti samaradorligini oshirish. Oldingi mavzularimizda ta'kidlab o'tganimizdek, cheklangan resurslar orqali cheksiz ehtiyojlarni qondirishimiz va ularni samarali sarflashimiz kerak hisoblanadi. Va hisobot topshirishning aniqligi. Albatta har bir ishni amalga oshirgandan keyin uni nazorati, ijro jarayonini hisobini shakllantirish va hisobotini yetkazib berishimiz bu eng asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Hisobotlar natijasida mamlakatimizda o'sha amalga oshirib borayotgan ishlarning qanday amalga oshirilganligini baholash imkoniyati yaratilishini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi shaffoflikning yuqoriligi bizga nima beradi? Bu dasturlar va xizmatlar samaradorligining aniq va obyektiv ko'rsatkichlarni taqdim etish orqali keng jamoatchilik nazorati va soliq to'lovchilarning pul mablag'lari qanday ishlatilganligi ommaga taqdim qilish orqali davlat xarajatlarining shaffofligini ta'minlaydi. Bilamizki, mamlakatimizda daromadlar manbai soliqlardan iborat ekanligi va boshqa qonunchilikda ko'zda tutilgan mablag'lar orqali amalga oshirilishini siz bilan biz yaxshi bilamiz. Mamlakatimizda o'sha shaffoflikni amalga oshirish uchun davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan o'sha Open Budget portali orqali davlatning 1 yillik moliyaviy strategiyasi, daromadlari, xarajatlarining ochiqligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Iqtisodiyot va moliya vazirligi saytida ko'rsatib o'tiladigan kunlik, haftalik, oylik, choraklik, yarim yillik va yillik ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bular barchasi o'sha ichki va tashqi foydalanuvchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan budjet ijrosi jarayonini yana ham ochiqligini va u hech kimdan yashirilmasligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi o'sha natijaga yo'naltirilgan budjet resurslaridan yanada effektiv, ya'ni foydali, ko'proq natijaga erishish imkoniyatini beradigan, bunda resurslarni bizga natijasini beradigan, muvaffaqiyatga erishish va oldinga qo'yiladigan maqsadlarga erishish uchun yo'naltirish hisoblanadi. Ya'ni natijaga erishish uchun oldimizga aniq va to'g'ri maqsadlarni qo'yishimiz bu biz uchun aniq reja hisoblanishi kerak bo'ladi. Endi ko'rishimiz mumkin, o'sha boya aytib o'tganimdek, mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan ochiqlik va shaffoflikka yo'naltirilgan portal, ya'ni Open Budget portali orqali amalga oshiriladigan ishlarimiz o'sha boya aytib oldingi mavzularimizda ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzalarda ta'kidlanganligidek, xalqimizning farovon hayot kechirishi uchun munosib sharoitga moslashish Konstitutsiyamizning bosh maqsadidir. Harakatlar strategiyasi belgilangan vazifalarni bajarish hamda xalq bilan muloqotlarni bildirayotgan takliflar asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 018 amalga oshirilgan hujjatlar, budjet jarayonining ochiqligi va budjet jarayonining fuqarolarning faol ishtiroki to'g'risidagi 39-17 sonli qarorlariga asosan 2019-yildan boshlab mamlakatimizda ochiqlik va shaffoflik bo'yicha ishlar amalga oshirib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi xorijiy mamlakatlar misolida to'xtaladigan bo'lsak, mamlakatimizda olib borilayotgan natijaviylikka yo'naltirilgan ochiq budjet tizimi Gruziya davlati ochiq budjet tizimi bilan ba'zi jihatlari o'xshashliklarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. E'tiborli jihatini inobatga oladigan bo'lsak, Gruziya davlati ochiq budjet jamoatchilik ishtiroki
100 ballik tizimdan 44 ballga teng sifatida ko'rishimiz mumkin ekan. Mamlakatimizda ham o'sha ochiq byudjet siyosati juda ham samarali amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa boshqa mamlakatlarga nisbatan anchagina yuqori ko'rsatkich hisoblanib, shu jumladan Rossiya Federatsiyasida bu jarayon 28 ballga tengligini, Qozog'istonda esa 26 ballga tengligini ko'rishimiz mumkin ekan. Dunyoning boshqa mamlakatlarida esa bu ko'rsatkich juda ham pastligi va o'sha fuqarolar ishtiroki hattoki 20 ballga ham yetmasligi, o'rtacha hisobda olib qaraganimizda 14 ballni tashkil etishini ko'rishimiz mumkin ekan. Mamlakatimizda ham, bizda ham o'sha 50 balldan yuqori bahoga baholashimiz mumkin. Bu nima natijaga erishish mumkin bu orqali? Bu orqali fuqarolar to'layotgan soliqlarni qanchalik ochiq va samarali amalga oshirayotganligini ko'rishini inobatga olishimiz mumkin ekan. Endi Germaniya davlatida natijaviylikka yo'naltirilgan byudjet jarayoni aniq samaradorlik ko'rsatkichlari muntazam baholash va belgilangan natijalarga erishishga e'tibor qaratadi. Mamlakat Germaniya Federatsiyasida ham davlat natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish, sog'liqni saqlash, transport va atrof muhitni muhofaza qilish kabi sohalarga yo'naltiriladi. Albatta Germaniya Federativ Respublikasida avtomatlashtirish tizimi o'sha 2003-yildan boshlab 2006-yilgacha to'liqligicha qoplab olinganligi, oldingi mavzularimizda aytib o'tganimizdek, g'aznachilik tizimi orqali mamlakatda amalga oshirilayotgan ishlarni to'laqonli kassa tizimi orqali amalga oshirilishi ham bu o'sha natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetni yanada samarali va to'g'ri amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Germaniya davlati, Fransiya davlati va Italiya davlatlari andozalari orqali mamlakatimizda amalga oshirilib borayotgan ochiqlik prinsiplari ham bugungi kunda o'z samarasini berayotganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin ekan. Endi Ispaniya davlatida natijaviylikka yo'naltirilgan byudjet quyidagicha bo'ladi. Ya'ni Ispaniya davlatida natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish tizimi turli davlat dasturlari va idoralari tomonidan erishiladigan natijalar asosida resurslarni taqsimlashga qaratilgan. Mavzu doirasidagi davlatlarda ko'rishimiz mumkinki, biz bot takrorlab kelayotganimiz shu resurslarni taqsimlash bugungi kundagi butun dunyo hamjamiyati oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki ko'rib boryapmiz, yildan yilga o'sha moddiy qiymatliklar bazasini kamayib borayotganligi, lekin jadal o'sib borayotgan dunyoda ehtiyojlarimizni ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ispaniyada o'sha ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilmani yaxshilash kabi o'z ichiga olgan turli davlat sektorlarida natijaviylikka yo'naltirilgan byudjet amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'sha mamlakatda xuddi biz singari ijtimoiy sohaga to'laqonli e'tibor qaratilganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin ekan. Natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetni joriy qilishdagi muammolar nimalardan iborat bo'lsa, o'sha davlat byudjet siyosatining muhim qismi hisoblangan va davlat byudjeti jarayonidagi xarajatlar qismini rejalashtirish, tasdiqlash, ijro etish, shuningdek nazorati bilan belgilashdagi ba'zi bir muammolarni keltirib chiqarishi ko'rishimiz mumkin. Bunda o'sha strategiyalarni aniq vazifalarga muvofiq amalga oshirilmasligi, ba'zi bir avtomatlashtirish jarayonlari va nomunosabatliklarni yanada kengayishi orqali va davlat xarajatlarini ortib ketishi orqali muammolar yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin ekan. Bularni tahlil qilib, ularni ishlab chiqish va yo'naltirish orqali quyidagilar talab qilinadi. Birinchi o'sha metodologik bazani yaratish, maqsadli tuzilmalarni yaratish, prinsiplarga muvofiq ishlarni amalga oshirish, nazoratni yanada kuchaytirish, institutsional tizimni yaratish va uni kengaytirish va byudjet xarajatlari samaradorligini mexanizmlarni joriy etishdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu o'zini qadam va qadam amalga oshirilishi, misol uchun eng qisqa qilib aytganda, bitta xizmat va bitta organ qoidasini joriy etish orqali natijalarni yanada rivojlantirishimiz va ularni shakllantirishimiz mumkin ekan. Endi bu o'sha umuman olganda o'sha 1997-yildan buyon umuman xususiy sherikchilik orqali davlatdagi o'sha samaradorliklarni oshirishga qaratilgan urg'ularga to'xtalib o'tishimiz mumkin ekan. Biz quyidagi foydalangan adabiyotlarni sizga taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.